Assalomu alaykum. Mana narxlarni ko'rsatdim. Bunimiz aka $110. Oshxona qassobchiligi ishlayveradigan aka, qutiga solib qo'yganmiz chiroyli qilib. Bularimiz mana $150 dan. Boltalari, chopqilari, to'rtta pichoq, qayroqlari ham bor. Bunimiz $120 dan. Sherkallalari quyilgan, nержавейка chopqilar hammasi zanglab qorayib qolmaydigan, xudo xolasa bu ham qutilarda. Bunimiz piknik nabor $320 ga sotilib ketdi bu naborimiz. Aka $120 ga bunaqa nabor yangilik qildik. Xudo xolasa shixlarni qo'shib qo'ydik bunga. To'rtta pichoq, choqqisi, shixlari ham bor. Xo'p aka $220 deganim mana. Boltasi, 10 ta shixi, pichoqlari. Bunimiz $210. Bundan bolta shixlari bor. Xo'p aka bunimiz mana $110 sotilyapti, $100 qilib yubordi aka. Xudo xolasa bu ham voqea zo'r narsa bo'ldi. Pulni sherkalla qilib chiqarib qo'yganmiz aka, choqqilari bilan $165 boltalari bilan.